Ozarbayjon tori bugun sotuvda. Bu torimizni ko'pchilik so'rashdi. Mana 1960-yilda yasalgan Bakuni tori. Sadaflari ham dengiz sadaf, shu vaqtda qo'yilgan. Mana golovkada e'tibor bersanglar, mana shu Evreustani ishi bo'lgan. Sifati juda ham zo'r ishlagan. Mana kosani figuralariga ahamiyat bersanglar, kosalari ham shikolat bo'lib pishib ketgan. Bu torni biz 100% o'zlarimiz ta'mir qildik. Mana ko'rinishlariga e'tibor bersanglar, govdada turishi ham zo'r. Ovozlari ham endi o'ziga yarasha zuvchanasi dahshat. Mana aktorlar ham zo'r. Mana xudo xolasa shu torimiz sotuvda, narxi ham yaxshi narxda. Mana kosasi tut, dasta yong'oq, golovka ham tut daraxtidan. Mana bu torga qoplab kompleksdan dastaga oq leskalar, golovkaning ustidagi bezaklari imonetdan qo'yildi. Latullari chiroyli qilib yaltiratib, nima ishlar bo'lsa hamma narsasi qilindi 100%. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.